Auzubillahi polni oling videoga. Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim. Siratal ladzina ghayr maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid lam yulad ahad. قل والله أحد الله الصمد لم يلد لم يكن أحد قل والله أحد الله الصمد لم يلد لم يكن أحد سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şu tilavatın çoğun ötken peygamberler cemi Müslüman azatlarımızda yerel bu İslamlarga mana shu domla o'tganiga ne hayla domlarga sotmoq otamizga payg'ambar bobolarimizga 41 chetan otaxonlarimizga 41 chetan mushuk kutmoqlarga mana shu yerda 10 ming deb turgan aka-ukalar 70 ta ota bobolarga bosar. Dunyodan o'tgan musulmonlarga O'zbekistondan o'tgan musulmonlar Angren shahar rayon qismidagi mahalladan o'tgan musulmonlarga chetan umdor bergan arboqlarga mana shu o'tganlari Xudo rahmat qilsin, jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin, yetgan joylari obod bo'lsin. Allohim şu tilavatlarni niyat qilib o'qim dargayingda qabul qil Xudo Parvardigor. Noto'g'ri o'qigan bo'lsam, xatolar bo'lsa kechir. Ya Allohim meni kechirgin. Maktabda o'qimaganman. Maktabda 1 ga 2 ga 0 ga o'qiganman. Ko'chada endi yetim bo'lib o'sganman. Endi ko'chada yurib o'g'irlik qilgan siyosatda. Xudoning o'zi kechirsin. Bilib bilmagan gunohlarni. Mana shu o'tganlar ham bilib bilmagan gunohlarni kechirsin. Allohim hammasiga o'zing qilsin. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin. Mahallamiz tinch bo'lsin. Butun dunyoda insonlar tinch bo'lsin. Allah'ım bütün dünyada yaşatgan insanlar, çete 10 ming deb turgan insanlar, xonadonlar, nevra, qarindosh urug'lardan Allohim birinchi o'rinda yomon ko'zdan qarazlik dushmanlardan o'zing saqlagin. Yomon ko'zdan qarazlik dushmanlar oldida yuzlarini yerga qaratma, sharmanda qilma, hech narsaga muhtoj qilma. Allohim hammasiga o'zing qilsin. Bizlar hammamizni yaxshi insonlarga yondashib, yaxshi insonlar tinch omon ishlab, tinch omon yashab yurak. Allohim hammasiga o'zing qilsin. Azizim Hammani xonadonlarga Allohim birinchi o'rin tinchlik, sog'lik, rizq nasiba, fayz baraka ber Xudo Parvardigorim. G'oybingdan ber Xudo Parvardigorim. Yurtimizdan chiqayotgan avtomobillar ko'pir, Captiva, Epka, Lacetti, Jeep, Pradalar yurish nasib etsin hammaga. Allohim o'zing g'oybingdan ber Xudo Parvardigorim. Kutmagan joyda o'g'il, qizlar, nevara, chevara begonalarimiz ham universitetdan qiz diplomga bitirib yurtimizda eng katta korxona direktori bo'lsin. Allohim hammasiga o'zing qilsin. Chempion bo'lsin, yurtboshi bo'lsin. Elga, xalqqa, ota-onasi, bizlari, er-yurtlari hurmat qilsin. Allohim hammasiga o'zing qilsin. Allohim mana shu ishlayotgan insonlarga ishlari rivojin bergin. Mushkullarni oson qil Xudo Parvardigor. Planlari oshmamaslar, yuzlari yorug' bo'lsin. Allohim mana shu yurtboshimiz ham Shavkat Mirziyoyev umrlari uzoq bo'lsin. Yuzga kirsin. Otasiga rahmat. Shunchalik xalqni yordam beryapti hammaga. Allohim hammaga. Mana shu yurtboshimiz ham bütün dünyaya prezident bo'lsin. Allohim shunaqa niyatlarimiz var. Otasiga rahmat, tinchlikni saqlab turdi. Mana ko'rib turibsiz, Qirg'iziston to'polon, Afg'oniston to'polon, Rossiya to'polon. Otasiga rahmat Shavkat Mirziyoyevga, o'stirgan ota-onalarga, o'tgan ota-bobolarga rahmat. Shu o'tgan ota-bobolar Xudo rahmat qilsin. Jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Buni odamlar gapiraveradi. Shavkat Mirziyoyev yomon undan millab pulni katta xolinga borayotgan buni. Hammasi to'g'ri. Bitta oilani evlanolmaysan sen. Bitta oilada 5 ta odam bo'lsa, 5 ta bolangga kuching yetmaydi. Qizingga kuching yetmaydi. Tarbiya. Shavkat Mirziyoyev yurtboshimizga rahmat. Nega deganda necha million odamni tarbiyalayapti tinchligini. Birinchi o'rinda bizga tinchlik kerak, sog'lik kerak. Otasiga rahmat. Dunyoni ishlab turibdi. Otasiga dunyoga prezident bo'lsin, yurtboshi bo'lsin. Vaqtimizga omon bo'lsin. 1000 yil yashasin. Allohim otasiga rahmat. O'stirganlar. Shunaqa yurtboshimiz boriga boshimizni ko'tarib yurishimiz kerak. Hamma tushunmaydi. Hamma gapiraveradi. Bir o'zi qayg'a bo'lsin. Va u yoqqa qarasinmi, bu yoqqa qarasinmi qilyapti hammasini. Mana shu yerda hokimlar bor-ku, hokimlar. O'slar hamma ishni rostwa qilyapti. Otamizni aytgan ishini qilmayapti. Bilasizmi? Otamizni yerga qaratyapti. Otasiga rahmat. Shu yurtboshimiz yuzga kirsin. Otasiga rahmat. Hamma yoq tinchlik saqladi. Amin. Tilovatlarim savobini mana shu o'tgan ota-bobolarimizga, yurtboshimiz Islom Akramov shu yerda 10 ming turgan insonlar
yetti üstüge başladık. Amin. Allah'ım yanagi kunlarga turmushamiz sağ salomatlikda kulaveraylik. Topganimiz to'yga bersin. Mehr oqibat yo'q olmasin. Hamza aka ko'p tinch omon yashayverin. Mana shu kelayotgan ro'zalarni istaman tutaylik. Hajlarni bayrami o'tkazaylik. Mana shu fayragimiz ham gullasin. Mana shu Namanganga borib keldim men kechga. Havas qilib Namanganga o'xshagan park bo'lsin shu Angrenda. Bizni bolalar ham nevara, chevara evalarim parkda yayrab o'ynasin, kulsin. Otaxonlar kelib dam olsin. Chayxonalar bo'lsin parkda. Amin. Mana shu o'tganlar Xudo rahmat qilsin, jannatda bo'lsin, ruhlashin. Alloh. Mana shu yurtboshimiz ham omon bo'lsin. Qilayotgan ishlari amalga oshsin. Amin Alloh. Yurtboshimiz Shavkat aka meni qo'yib qo'ying, Angren, Toshkent, Liboyga qarayman. Gullatib yuboraman. Amin Alloh.